Har bir muvaffaqiyatli operatsiya va xavfsiz davolanish ortida ko'zga ko'rinmaydigan, ammo nihoyatda muhim jarayonlar turadi. Operatsiya vaqtida ishlatiladigan har bir instrumentning xavfsizligi eng muhim masalalardan biri. Remedium klinikasida laparoskopik va gastroskopik apparatlar hamda jarrohlik asboblari maxsus sterilizatsiya xonasida qat'iy nazorat ostida sterilizatsiya qilinadi. Bu jarayon bir nechta bosqichlardan iborat. Avval instrumentlar maxsus vositalar yordamida yuviladi. Keyin ular toza suvda chayiladi va to'liq quritiladi. Shundan so'ng dazmollash jarayoni bo'lib o'tadi. Yakuniy bosqichda esa yuqori harorat ostida avtoklav sterilizatsiyasidan o'tkaziladi va foydalanishga tayyor holatga keltiriladi. Har bir bosqichning maqsadi bitta: bemorlarimiz uchun mutlaq xavfsizlikni ta'minlash. Remedium klinikasi zamonaviy uskunalar, yuqori standartlar va sog'lig'ingiz uchun mas'uliyatli yondashuvni taqdim etadi.